Assalomu alaykum. Bugungi videoda deyarli har kun dasturxonimizda bo'ladigan kartoshka haqida gaplashamiz. Kartoshka foydalimi yoki zararmi? Uni qanday iste'mol qilish kerak? Qovurilgan kartoshka bilan qaynatilgan kartoshkaning farqi nimada? Shu savollarga bugun birgalikda javob topamiz. Videoni boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Kartoshkaning foydalari. Kartoshka juda to'yimli mahsulot hisoblanadi. Uning tarkibida organizm uchun kerakli uglevodlar bor. Shu sababli kartoshka odamga energiya beradi. Ayniqsa jismoniy ish qiladigan insonlar yoki tez charchaydigan odamlar uchun kartoshka foydali bo'lishi mumkin. Kartoshka tarkibida kaliy moddasi ham ko'p bo'ladi. Kaliy yurak faoliyati va mushaklar uchun foydali hisoblanadi. Bundan tashqari kartoshkada C vitamini ham mavjud. Bu immunitetni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Ko'pchilik kartoshkani faqat sementiradi deb o'ylaydi. Aslida esa kartoshkaning o'zi emas, uni qanday pishirish muhim. Masalan, qaynatilgan kartoshka, bug'da pishirilgan kartoshka, pechda pishirilgan kartoshka nisbatan foydaliroq hisoblanadi. Kartoshka tarkibidagi tolalar ichak faoliyatiga ham yordam beradi. Ayniqsa po'stiga yaqin qismida foydali moddalar ko'proq bo'ladi. Endi kartoshkaning zararli tomonlariga ham to'xtalamiz. Kartoshka ko'p yog'da qovurilsa, foydasi kamayib ketadi. Masalan, fri yoki chipslarni tez-tez iste'mol qilish semirishga, xolesterin oshishiga, oshqozon muammolariga olib kelishi mumkin. Yana bir muhim narsa, ko'karib ketgan kartoshkani iste'mol qilmaslik kerak. Agar kartoshkaning ustida yashil dog'lar paydo bo'lsa yoki achchiqdan kelsa, unda zararli modda hosil bo'lgan bo'lishi mumkin. Bunday kartoshkani yeyish tavsiya etilmaydi. Qandli diabeti bor insonlar ham kartoshkani me'yor bilan iste'mol qilgani yaxshi. Chunki bu qondagi shakarni tez ko'tarishi mumkin. Endi kartoshkani foydali iste'mol qilish usullariga to'xtalamiz. Demak, kartoshkani juda ko'p yog'da qovurmaslik, har kuni haddan ortiq iste'mol qilmaslik, sabzavotlar bilan birga yeyish, ko'proq qaynatilgan yoki pechda pishirilgan holatda tayyorlash tavsiya qilinadi. Masalan, oddiy qaynatilgan kartoshka yoniga salat qo'yib yeyish qovurilgan kartoshkadan foydaliroq hisoblanadi. Kartoshka haqida qiziqarli fakt. Kartoshka dunyodagi eng ko'p iste'mol qilinadigan mahsulotlardan biri hisoblanadi. U birinchi bo'lib Janubiy Amerikada yetishtirilgan va keyinchalik butun dunyoga tarqalgan. Hozir esa deyarli har bir uyda kartoshkadan taom tayyorlanadi. Xulosa qilib aytganda, kartoshka me'yorida iste'mol qilinsa, foydali mahsulot hisoblanadi. Ammo uni haddan tashqari qovurib yoki juda ko'p yeyish sog'lik uchun zararli bo'lishi mumkin. Eng muhimi me'yor hisoblanadi. Siz kartoshkani qaysi usulda ko'proq yaxshi ko'rasiz? Kommentariyada yozib qoldiring. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarimda ko'rishguncha xayr.